Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxan do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda yana o'sha tuning show bo'ladi. Bugungi videomizda tuning qiladigan mashinamiz bu pastda turgan o'sha pastda birinchi mashinasi bo'ladi. Ammo esimda yo'q. Mayli. Do'stlar, videoni boshlashimdan oldin like bosinglar, obuna bo'linglar, Telegram kanalimga o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin. Telegram kanalimning silkasini kommentda qoldirib ketaman do'stlar. Xo'p, do'stlar, men bitta narsa qilmoqchiman. Rozigirish har doimgidek. Nima desam bo'lar ekan? Rozigirish qilishimiz sababi Telegramda 50 ta bo'lsanglar, Cruzak 300 ni rozigirish qilaman dedim. Reklamasdan chiqib qo'yishdi bir ikkitalari. Shuning uchun endi Cruzak emas, mashinalarni o'zidan rozigirish qo'raman. Bunga sport bu narsalar qilib, uni qilib o'tirmayman. Adashmasam bugun o'zida tuning qilib olib, sirasi rozigirishga qo'yib yuborsam kerak do'stlar. Ko'ramiz, balkim bu mashinadir. Balki mana bu mishkasidan tushgan 5 ta mashinani rozigirish qilarman. Ko'ramiz do'stlar, xullas. Endi videoni boshlayman. Sizlarga maroqli hordiq degan holda. Hop, mana videoni boshida sakrab tushib ketdik. Hop, o'tgan videoda esingizda bo'lsa, 9 tuning qildik. Taka cho'tki qilib qo'ydik bu mashinani turishini qaranglar. Jaj. Sevdim bor o'sha mashinani. Keyin bu yoqda Kawasaki, Ninja Kawasaki uchadi mashina, uchadi. Hop. Buni sal pasaytirib qo'yaveraman. Keyin men pastda уже rovna Kretga kelib bo'ldim. Hozir bir to'lamash zadaniyalarni bajarib turib, hatto ham 10 talikka chiqishimiz kerak do'stlar. Hop, zadaniyalar, qanaqa zadaniyalar bor? Keyin bu yerda bitta, 2 3 ta bo'lmish keys, 10 blok qo'yim beradi. 5 ta bilet beradi, keyin sumka 8 oyoqqa. Biz mayda-chuyda narsa. 400 metr ekan, uzoqmas. Bankga 15 ming tashlash kerak. Bitta odam bilan qo'l berib ko'rish kerak. Undan keyin buket berish kerak. O'sha uchalasini qilsam, menimcha o'sha 50 bo'laman. O'tgan videoda do'stlar, tomog'im shunaqa og'riryotdi, yo'q boru. Shunaqa bo'g'ilib qolgandi. Endi ertalab turishim bilan sirasi bet qo'llarni, yuzlarni yuvdim. Agar onadan videoni bosib yubordim. Shtoychoni bu narsa qilib taxlab qo'yish nimaga bolalar ham haydab ko'rsin dedimda. Sirasi kechiktirmasdan taxlab. Voy, meni chaqirishyapti. Hop. Unda hozir magazinga boramiz. Yaxshi-da. Mana zadaniyachalarni qo'laylik. Keyin to'g'ri boramiz, tashqi fasadda almashtirib to'g'rilaymiz. Undan keyin tonirovka bo'labattar, tiqilma. Bilan yurish sal urutchi ekan mashinani. Yoqmadi, ancha go'sga uchirib yuborsam kerak. Ko'raman, agar yoqib ketsa rozigirish qo'raman, bo'lmasa sekin go'ska bilan qutulib qo'ya qolaman. Go'ska uchirib yuborsam o'zimcha ko'p pul ham bermaydi-da bu. 1 million 200 ekan. Buni ham go'skasi 1 million 200, ana Chevrolet ham 1 million 200. Aytgancha standart keys. Standart keys ochamiz hozir. O'tga joydan tutdim meni o'zi ham. Nice. Hop, standart keys. Yana. O'zi 10 tadan ko'p ochaman. Qani, bismillah, ketdi. Chorniy keys. Nima qilsam ekan? Keys chorniy 90 ekan. Mayli, yotursin, kerak emas baribir. Yashildan tushdi, ko'klardan aylanib kelib, mamladan tushganda shu jinni bo'lardi. 60 tushib bersam yana bitta. Mayli, yo'ldan ko'ra bor. Chorniy keys yotursin, baribir kerak emas. Hop, endi bu ikkita bilet olamiz. Endi bu yoqqa kirib ko'ramiz. Hop, уже necha 12 martami o'ynadim. Men 70 hisoblaganda
Kurgavoydan o'ynab qo'yibman, chunki u yoqdan 70-75 beryapti. 75 berdi. 2 marta, 3 marta o'ynab xullas o'ynadim unda ham normal. Hozir uni 149 ta biletim bor. Adashmasam, kunlik nima bilan hisoblaganda men oxirigacha borib olsam kerak. Uje mana 1313 martalik nimasiga kelib qoldim. 10 ming yiqqanda hozir bitta mashina bor edi mana. Infinity Q60S. Voy, uzr. 10800 yiqqanda ekan. Mana buni bo'lsa yaqinlashtirishdi. Oldingisi esinglarda bo'lsa 17300 deydi. Bu bo'lsa 16100 ga tushirishdi. Yaxshi. Tezroq yetib olsa bo'ladigan qilishibdi. Yomon emas. Men bemalol yetib olaman. Mashina yo'q qolibdi. Hop, ichkariga kiramiz. Bunday qilamizda. Bitta remont nabor olamiz. Bitta buket olamiz. Zadani bajara oldik. Deyarli 48 bo'ldim. Bunday qilamizda. Shtrap bo'lsa to'lab olaylik. Voy, bular shtrapim ko'p ekan. Juda normal qotishdan beryapti. Yaxshi emas. Xo'sh, 15 ming bunday qilamiz. Anu bo'lmishga istagi nimani ham olaman hozir, Mers oxiridagi. Bittaman, keyin sotsam o'shani berardim menga. Hop, buket berishim kerak. Yana bitta odam bilan qo'l berib so'rashim kerak. Shu bilan 50 bo'laman. Ketdik. Kar qilamiz. Bunday qilamiz. Как раз vokzalni oldamiz. Ketdik. Shoshiladigan joyimiz yo'q. Bilet, bunga nitro qo'yib yuborish kerak ekan bitta. Bitta nitro ideal ekan. Mashina qo'ysak mashinaga qolib qolmaydi, to'g'rimi? Xo'p, bunday qilamiz. Birinchi bu ruki tashiymiz. От души, брат. Bunday qilamiz. Ana, двойной задание bajaradi. Bunday qilamiz. Вот. 50.300 bo'ldi. Men bilan ham oldim. Nechinchi o'rindamiz? 20. Bilib, bu yoqda 50.200 u. Yaxshi emas. Aldashdi meni aldashdi. Xo'p, mana bularni olamiz. 10 bo'lsini ham olamiz. 5 ta bilet. Ana biletim 50 dan oshdi. Endi keysga kiramiz. Yo'qda minol. 3 ta bo'lmish keys. Qani ketdi deganlar. Bilak ko'k tushib berdi. Bu kerak emas baribir. Qani ketdi yana bitta. XP yomon emas. 12 XP. Shikalat degani. Ketdi yana bitta. Yomon emas. Hop. Bo'ldi. Buni ham ochib qo'yaveraylik. Jabimiz olmosga aylantirib olaman tushgan narsani. Buni olmosga aylantirish ne stoyitmi deymanda. Bilaman, men shuni ko'rmaganman bor. Yomisu 7 ni. Mana bizdan serverda yo'q bo'lsa kerak menimcha. Ko'rmaganman men-da bu mashinani. Men buni ko'rganman. Bu bitta ham bor hozir. Buni ham ko'rganman, buni ham ko'rganman, buni ko'rganman. Bu yerda hamma mashinani haydab ko'rganman, hammasini. Dash sotib olib ko'rganman. Bitta men buni sotib olib ko'rmaganman. Sotib olganman. Adashmasam sotib olganman. Hozir bir boshdan ko'ramiz. Buni yo'q, haydamaganman. Buni haydaganman. Yo'q. Buni haydaganman. Buni ham haydaganman. Buni ham. Bu tank 500 yo'q, buni haydamaganman. Lekin o'tirib nima qilib ko'rganman, haydamaganman, yoqmagan. Xullas, короче-da, haydaganman hammasini. Ketdim, mashinani tuning qilaylik, cho'zilib ketdi. Nitro qo'yib ketish variantmi?
variant. Tak chima bo'ladigan. No, o'zi sport qo'yadigan bo'lsa uncha qimmatga tushmasa kerak. 1 million shunaqa asrofi bo'lsa kerak. Ko'ramizda hozir. Xo'p, xullas shunaqa gaplar do'stlar. Pulim yo'q, 13 million, 13,5 millionim bor. Gadaga o'xshab yuribman. Kamiga faqat mashina tuning qilyapman. Yetmaganiga past ikkita akkauntdan olganman. Endi uchinchisini o'ylab o'tiribman. Olmasam qilib. Bugun o'sha obnovleniyaga kelganning ikkinchi kuni. Deyarli past tugatdim men. Menimcha 3-akkauntdan olsam kerak pastni. Chunki u yoq oson bo'ladi. Chunki ikkinchi akkauntda o'sha 36 mi, 37 mi shunaqa bo'lman. Bunda 50 bo'lgan bo'lsam, keyingi haftalarga tugataman buni. Mayli nima bo'lsa bo'lsin olib boraveraman. Zato plus pul yo'qda yurt. Ko'ramiz, agar keysani bergan keyslardan normal narsa tushadigan bo'lsa, o'kib, bo'lmasa minus. Menga ani G90 kerak, shunaqa kerak bo'pti. Oldin keyslardan harakat qilib ko'raman. Keysda o'xshamasa, ringdan yo'ldan qidirib topib ko'raman. Go'skasi 60 million ekan. Shunda full stock o'lib tushib ketganda 80 million. Maksimum ko'tarilganda 120. 99 ming deyarli 100 ming ekan. Nima qilib qo'ysammi, qo'ymasam 5x dan qo'yib baribir sport qilmayman mashinaga. Ketdik. Bonusdan Skyline. Shu orqa bamper bilan spoiler menga nima yoqmayapti. Вообще g'alati ekan. Xunuk turargandi menga. Between the container остались. Konteynerga kelgan u. Konteyner o'ziniki. Chiqish maksimalkasini ko'rmadik. Yaxshi emas. Yo'dan sekin. Bela yo'q. Mana bu yoqdan chiqib olay. Hop, mana bu yoqqa kelib oldim. Endi kirib narsalarni ko'ramiz. Spoiler. Bunday. Hop tashlaymiz. Yomon emas. Задний bumper. Bu mana normal turargan. Hop tashlashdan qanday bo'ladi? Qo'yaveraylik. Задний bumper. Hop tashlaymiz. Bular o'zi shunaqa urotskiy mashina ekan. Bo'pti, oldiga buni qo'yamiz, orqani olib tashlaymiz, kerak emas. Xo'p, parok. Parok kerak emas. Olib tashlaymiz. Krisha tamam kerak emas. Вот, mana. Asal. Ketdi, endi buni bo'yaymiz. 100 qilaman, tonirovka bo'yalmaydi. Vallahi ochiq bo'ladi. Oppoq. O'ziniki ham atak yomon emas. Vinillarni sal to'g'rilab takoy normalni qilib olamiz. Yura qolindi. Bo'ya maksimalkasini tekshirib ko'rdim. 251 ekan. Voy. Mana shu hozir orqada qolib ketgan mashinani o'gay ukasimi kim sidiram. 251 mana. 00. Oy, yana chaqirishyapti. Hop, ketdik. Bela qoqtirib o'tib ketdim. Tez bo'yarmadan men chaqirishyapti. Ketdik. Yaxshi.
haydaying dedi ana. Hop keldik mana. Kirdik. Oy. Bular bir-birini shunaqa qilib asabini buzuradi. Ustalardan umuman yo'q. Hop diskga qoraytiramiz. Buni sal qoraroq qo'yamiz. Mana ishda ko'tarar ekanlar. Go'masini qilamiz. Pastki diskani shunga yaqinroq qo'yamiz. Buni olsa. Buni sal qoraroq. Aylanmayapti. Mana. Nermi? Endi chiqamiz, tonirovka bitta qarab ko'ramiz. Hop. Yomon turmas ekan. 100% yo'q qo'ysak, tonirovkani tiymaymiz. Kerak emas. Set bundan qo'yamiz. Undan keyin bundan qo'yamiz. 62 ming. Mana bu. Tadam otaga telefon qildim. 83 men gaplashib olaychi. Xullas mana shunaqa gaplar do'stlar. Mana bu mashinani ham takoy qichuv qilib tayyorladik. Iloji boricha qo'ldan kelgancha cho'tki bo'ldi, yomon chiqmadi lekin. Men ko'nglimga yoqdi. Tak bo'ladi cho'tki. Xullas shunaqa qilib sekin mana shu tugatsam ham bo'ladi, adashmasam. Bugunga yetadi menimcha. Endi keyingi videolarda narigi ikkinchisini tuning qilamiz. Xo'p, qat'iydi 30 damidi. Yana mana shuni tuning qilamiz keyingi videoda. Yangi qo'shilgan mashinalarni ham bir ko'rib chiqamiz hali tuning qilib. Voy, bular bir-birini quvib yuribdimi? Mayli. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Men videoni shu yerda tugata qolaman. Xayr.